Doktor, Davlat. T5 ta dermatolog doktorlarga bordim soch to'kilishi masalasida. Xo'sh. Sochimni chiqartirib berish olmadi. Chiqartirib bera olasizmi? Davlat beramiz, xudo xolisa harakat qilamiz. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bizga bir bemorimiz 1 oy oldin soch to'kilishi muammosi bilan kelgandilar. Kelgan paytlarda ancha-muncha sochlarning orqa taraflari, yon taraflarida to'kilishlar bor edi. Kelgan paytlardagi shikoyatlarni eshitib, bu kishida analiz, laboratoriya usullari analizlarini olib, keyin kerakli dori tavsiyalarini berdik va PRP ravishda plazma terapiyalarni o'tkazib berdik. Ancha o'zgarishlari zo'r, yaxshi natijaga erishganmiz. Xo'p, o'zlaridan masalan so'rashingiz mumkin. Oldin bu holatlar sizga bo'lganmi yoki kimgadir borib davolangandingizmi? Avvalambor assalomu alaykum. Men bu yerdan kelishdan oldin bir necha bor boshqa xususiy klinikalarga yoki nimaga davlatning xususiy nimalariga davolangan edim. O'shalarni kimligini yoki qayerga borganingizni aytib o'tirmang, dermatologlarga borganingizni ayting, bo'ldi. Foydasi yo'q edi. Foydasi tegmagan. Doktor Ustomovga kattakon rahmat. O'zgarishlar yaxshi natijaga erishdik. Rahmat. Natijalarni oldingi va keyingi natijalarni hozir video davomida qo'yib boramiz. Rahmat, bizni kuzatishda davom eting.